Biz katta Budda, ya'ni Dabo ibodatxonasini va parallel ravishda muzeyni birgalikda ko'rib chiqamiz. Qiziqarli fakt, bu muzeyga 1000 yildan oshgan miloddan avvalgi 917-971-yillarga aynan bu muzeyning paydo bo'lishi to'g'ri keladi. Va sulolalar o'tgani sayin bu muzeylar hattoki urushni ham yashab o'tgan va bugungi kunga kelib o'zining original ko'rinishini ham saqlab qolgan. Hattoki bu muzeyda Vyetnam qiroli sovg'a qilgan ustunlar ham bor va ular 300 yildan oshiq vaqt davomida mana shu yerda saqlanib kelmoqda. Hozirning o'zida mahalliy aholi bu yerda ibodat qilayotganligini ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham sal pastroq ma'lumotlar bilan bo'lishamiz. Birinchi navbatda uchala Budda bronza va oltin quymalardan tayyorlanganligini aytib o'tamiz. Uning umumiy og'irligi 10 tonna va balandligi 6 metr. Bu Buddalar bir vaqtning o'zida hozirgi zamon, kelajak va o'tmishni ifodalaydi. Shuning uchun ham ular uchta, balki ibodat qilishayotganda aynan o'tmishimiz kabi, hozirgi zamonimiz kabi kelajagimiz ham yaxshi bo'lsin deyishayotgandir. Kim bilsin, biz esa davom etamiz. Mana bu ustunlar ham o'zining o'zgacha tarixiga ega, chunki bu ustunlarni Vyetnam qiroli sovg'a qilgan. Aynan ibodatxona qurilishiga Janubiy Han sulolasi asos solgan bo'lsa, 17-asrga kelib ibodatxona holati yomonlashganligi tufayli Sin sulolasi tomonidan u qayta ishlangan va bu qayta ishlanish jarayonlarida Vyetnam qiroli naq 350 yil oldin bu ustunlarni va qurilishga kerak bo'ladigan yog'ochlarni sovg'a qilgan. O'sha davrdan beri bu ustunlar ham mana shu yerda. Ibodatxonani o'rab turgan binolarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, unda ham kattagina tarixni ko'rishimiz mumkin. Nimaga? Birinchi navbatda o'sha tomlarda turgan ajdarholarga ham xuddi o'sha buddalarga ishlatilgan bronza va oltin quymalari qo'yilgan va ular ham hozirning o'zida Xitoy madaniyatini aks ettirib turibdi. Bu qahramonimiz bo'lsa hamdardlik ma'budasi Bodhisattva. Afsonalarga ko'ra, aynan u yer yuzidagi barcha g'am, tashvishlarni ko'rgan va har bir insonga qo'l cho'zgisi kelgan. Shuning uchun ham Budda unga 1000 ta qo'l bergan. Haqiqatdan ham uning 1000 ta qo'l bilan chizilganligini ko'rishimiz mumkin. Qiziqarli fakt, uning eng asosiy ikkita qo'li tepada, o'zini boshini ustida Buddani haykalini ushlab turibdi. Yon taraflarida esa uning yordamchilari tasvirlangan. Ortimdagi manzarada esa Bodhisattva tasvirlangan. Aynan u o'zining qasamyodi bilan ajralib turadi. Chunki yer yuzidagi jamiki odamlarning bari pastga emas, yuqoriga chiqishgandagina men o'zim halovatga ketaman deya qasam ichgan va o'sha bo'yi qasamini buzmaganligi uchun ham bu tarixda qolgan.